Hurmatli aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, sizni kirib kelayotgan yangi yil bilan samimiy tabriklayman. Yangi yil barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, saodat, ishlaringizda ulkan yutuqlar bilan kirib kelsin. Belgilangan reja va maqsadlaringiz to'liq amalga oshib, yangi yil tinchlik, farovonlik va taraqqiyot yili bo'lishini tilayman. Yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Kirib keladigan 2026-yil barchaga omadli, fayzli, barakatli yil bo'lsin. Barchani bayrami muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kirib kelayotgan yangi yil barchamizga qutlug' bo'lsin. Sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz. 2025-yilda ushalmagan orzularingiz, niyatlaringiz 2026-yilda yangi niyatlar bilan, yangi orzular bilan ushalishini, amalga oshishini tilab qolamiz. Shu o'rinda O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qashqadaryo viloyat hududiy bo'limining ijodiy jamoasi ham barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin yuraklaridan muborakbod etishadi. Aziz yurtdoshlarim, bayramingiz muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, kirib kelayotgan 2026-yil barchamizning xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat, sihat, salomatlik olib kelsin. Yangi yil ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. 2025-yil ushalmagan orzular 2026-yil to'la to'kis ushalishiga tilakdoshman. Hammalaringni o'zim nomimdan, oilam, kolektiv nomidan chin yurakdan muborakbod etaman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Kirib kelayotgan 2026-yil bilan barchangizni tabriklayman. Sizlarga oilaviy baxt, xotirjamlik tilayman. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil baxt, omad va ezgu niyatlar yili bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, mana yangi 2026-yil ostonasida turgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Barchani yangi yil bayrami muborak bo'lsin. 2025-yil xususan hammamizga sinovli, omadli yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yilda ancha narsalarni o'rganib, birga yelkadosh turgan jamoamizga ko'pdan ko'p rahmat aytmoqchiman. Birgalikda oz bo'lsa-da, ko'p bo'lsa-da ancha yutuqlarga erishdik. Kelayotgan xususan 2026-yilda ham birgalikda barchamiz katta marralarga erishib, o'zimizning san'atimizni dunyo dovrug'iga tanitadigan darajada birgalikda jamoa bo'lishga harakat qilmoqdamiz va keladigan 2026-yil faqat baxt va omad yili bo'lib kelsin. Barcha ezgu maqsadlarimizga birgalikda erishaylik. Yangi yil muborak bo'lsin. Assalomu alaykum azizlarim, yurtdoshlarim. Mana 2025-yilimizni kuzatib, 2026-yilimiz eshik qoqib kelmoqda. Shu fursatdan foydalanib, kirib kelayotgan yangi yilingiz barchangizga muborak bo'lsin. Ushalmagan tilaklaringiz, ro'yobga chiqmagan orzularingiz ro'yobga chiqsin. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu fursatdan foydalanib, barchangizni muborakbod etaman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsin. Barchangizni yana bir bor mana shu yangi yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bayramingiz muborak bo'lsin azizlarim. Assalomu alaykum barchaga. Kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan hammani tabriklayman. Ilohim o'tgan 2025-yilda orzu qilgan va erisha olmagan orzu niyatlarimiz, istaklarimiz 2026-yilda o'z ro'yobini topishligini tilab qolaman. Barchani kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan muborak bo'ling. Yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan 2026-yil bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman.
Go'zallikka burkansin dunyo, qordek oppoq bo'lsin dilingiz, bo'lsin qordek toza musaffo, kirib kelayotgan yangi yilingiz. 2026-yil barchamizga qutlug' yil kelsin, bayramingiz muborak bo'lsin. Ona zamin uzra yastanib yal-yal, kirib kelayapti yangi yilginam, his hayajon to'la, orzular to'la, qalblar xushnudlikdan entikar biram. Bu o'zgacha bayram, o'zgacha ruhda hammaning ko'nglini birdek oladi. Ona xalqim seni yangi yil bilan maqom ansambli qutlab qoladi.